qısınız şifa tapısız. Siz Abdullah bilen toy qilishqa ma'qul bo'lin. Nima? Biroq shuni shart qilinki, oldi bilan 40 kech kunduz to'y bo'lsin, ondan nikoh o'qishga rozilik bering. 40 kech kunduz to'y bo'lsin. Yuragim pari bo'lib, ko'z yoshlarim qurib, tenlarim qog'i qo'zg'illog'i yem bo'lib ketsa rozimanki, Abdullah roziliqim yo'q. Siz Farhodni zaharlab o'ltirgan heliqi jodigar Yosimanmi nima? Yo'q, hurmatli malikam. Mushu 40 kun ichida yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishib, murodingizga yetasiz. Siz zodi kim bo'lasiz? Men vafodorlik babida bir jup sultonni ko'rdim. U meni huzuringizga boshlab keldi. Sizlarga yordam berishdan boshqa muddaim yo'q. O'zingiz zodi kim? Mening deydiganim shuki, yor vasliga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa yana pam, farosat lozimdir. Allah, bu o'ngimi, tushimmi? Bu tush emas. Sanamjon, pat arda yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishish nasib bo'lg'ay. Xayr. Farishta. Aka, Sadiqatam sizni uzat qilib ketdi. Assalomu alaykum, Sadiqa. Oybi ona. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Sadiqata. Mana be. Buni ağın oğlum. Sadiqata, bu Zulfiqar. Bu Zulfiqarni Safar qadimiy qal'adan tepib ketdi. Amin. Allohu akbar. Bu çağlarda Dilaramning nazarida biz tog' qaroqchilari edik, ha? Oğlum, atang Hasan Vazir hayat vaqtida mundaq bir she'rni doim o'qiydi. Kimiki hila bilan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushdek qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uningmi tadbiri bordir deganlarimni esingda cham tut o'g'lim. Sadiqata, deganlarini esimda mahkam tutaman. Assalomu alaykum Abdullah. Va alaykum assalom do'stim Olimjon. Bugun hajab chiroyli yasinibsan-ku. Bugun to'ying emasmi? Sening to'yingni muboraklab keldim. Do'stim Olimjon, bu gaping rostmi? Albatta rost. Mashig'on Sanamjonni bir xush qilib o'tay deb, alohida bu gullarni tizib keldim. Akila ko'rpaqay. Do'stligimizning yuzini qilay. Qani, marhamat. Rahmat. Buningda cho'qim bir gap bor. Olimjon, bu gulni o'zing tizdingmi? Ha, shundaq. Bu gulni o'z qo'lim bilan tizdim. Rostini aytay. Bu gulni tizish uchun tog'davollardan eshib, ajoyib bir bog'vanni topdim. Gul tizishni shuningdan o'rgandim. Olimjon, aytdi. U qaytib keldimi? U qayerda? Bizninkida. Atkashda bir amal qilib Sanamjonni Chorbaqa ib chiqing. Shu chaqda u ikkisi ko'rishalaydi. Atkashda? Jinim malikam. Bu gulga qarang.
başlap geldi. Ayting, o nerede? Alimjonning uyida ekan. Gülbanu? Gülbanu? Ahçı ana, yeni kiyimlerimni keltirgeyla. Sanamjon, bir amal qilib, ata chorboqqa chiqish uchun shahdan ijozat olg'aysiz. G'ayrib sizni shu yerda saqlaydi. Nima topshiriqlari bor ekan? Qog'oz bilan siyoh keltiring. Xo'p. Şanı şevkitim, şefqatlik şah ata. Men üçün saldırgan çağrı bakı çıkıp, xəsti köngülümni açqım gelir. Merhamet eylep, icazet qığayla, kızları sana. Hey, nevkerler! Labbay shoyim. Fermanımga kulak sal. Hazırdan başlap, çağırbaqqa mendin icazetsiz hiç kim kirmisin. Fermanımga xilaplık qığallarının kallısı ilinsin. Sanamjon. Xayrımcan! Aktır ola. G'ayrat, bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'g'itdim. Nima qilmoqchisan? Abdullah, Abdullah. Şahimizning farmonidan xabaring yo'qmi? Uning ijozatsiz chorboqqa kirganlarning kallasi elinadi. Nima? Shohning farmoni? Endi farmon tushirish navbati menga keldi. Hurmatli begim. Tog'dagi qaroqchilar sipil sirtida paydo bo'libdi. Qarovullikni kuchaytinglar. Xo'p.
Abdullah! Səpər, əmdi qaçanmaysan. Ustazım. Oğlum, Ustazım. 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 Garipcan. Uluq şahim. Mən günahkar. Mən ölümgə layiq. O münafık! Çapsa sözle! Maqul. Mən etay. Mən etay. Cellat! Mən günahkar. Mən ölümgə layiq. Bırak şahim. Bu işlerin hemmisini Şahvaz vəzir planlagan. Ulu Şahim, onun itqalları bütünley töhmət. Sözle! Mana bundan 12 yıl burun Şahvaz vəzirinin Həsən vəzirini qəsləb öldürüş doğrusu da mana düşürgən məxfi pərmani. O işki ildən keyin Şahvaz mana tumşıq eğizda qeyribni alis tikilə bilən qoşub öldürüb içi doğrusu da pərman düşürdü. Nevkerler! Evet! Ulu şahim, qeyrib adam başlap orduğa biz girdi. Ötünüp qalay, bir qoş qenimdin kəssilər. Uluq Şahim, bu məlunni yo'qotmoqcha əldə tinchlik bo'lmas. Uluq Şahim, bir qoş qenimdin kəssilər. Cellat! Bu melunun kallısı ilinsin. Hop! Ya Rabbim, gapıllıqda ötküzgen günahimni keçirgeysen. Uluq Şahim, Oğlum, sana çin könlümden teşekkür ettim ben.